Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun kursimizda 4-darsi. Juda ham qiziq dars. Onalar uchun bolalarda tomoq og'rig'ida uy sharoitida yordam berish. Xo'sh. Menimcha yosh bolalarda eng ko'p og'riydigan qism bu tomoq bo'lsa kerak va eng ko'p isitma beradigan soha ham bu tomoq hisoblanadi va zo'r shifokorlarga ham murojaat etishga majbur qiladigan onalarni bu tomoq hisoblanadi. Buni bugun mavzuni ko'rib chiqamiz. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ladi. Demak, bolalarda tomoqdagi kasalliklar juda ko'p bo'lib, bular isitma ko'tarilishi va tomoqda og'riq bilan kechadi. Birinchi bo'lib, tomoqdagi kasalliklarni ko'rib chiqishdan oldin tomoqda anatomiyasini bilganimiz ma'qul. Chunki ko'pchilik onalar bor, hozirda internetga kiradi, internetdan ko'radi, doktorga borguncha telefon fonarini yoqadi va tomog'ini ko'rib, doktorga boradi, tomog'ini yuvish kerak deydi. O'rtoqlar, tomoqni yuvish bilan kasallik hal bo'lib qolmaydi. Eng yomon ko'rgan narsam, bemor keladi, onasi, bolam tomog'ini yuvib qo'ying, isitmasi chiqadi, tomoq og'riyapti. Tomog'ini yuvdirsam, isitmasi tushadi deb o'ylaydi. Yo'q. Hozir buni leksiya davomida aytamiz. Mana tomoq anatomiyasi ko'rishingiz mumkin. Mana bu tishlar, yuqori va pastki tishlar, bu til va tomoq deb ko'ryapsizlar. Bu tilcha osilib turgan liqildoq deylik, tilcha. Tomoqqa shu hammasi kiradi va ikkita chetda bodomsimon bezlar. Mana oldingi dushka deydi, orqa dushka deydi va o'rtasida ikkita tomonda bodomsimon bezlar joylashgan. Shu bodomsimon bezlarni yallig'lanishi, infeksion allergik yallig'lanishi angina deb ataladi. Har bitta tomoq og'rig'i bu angina bo'g'irmaydi. Tomog'imizda mana bu orqa qismi bo'lsa, mana ko'rinib turgan orqa qismi bo'lsa, bu pharynx deyiladi. Tomoq halqum deyiladi. Buni yallig'lanishi faringit deyiladi. Ya'ni it qo'shimchasi qo'shiladi, faringit. Keyingisi mana bu tilcha osilib turgan joy bor, mana bu qism bu yumshoq tanglay bo'ladi. Zo'r shifokori har doim bemor kelganda bizni faqat mana shu tomoq, mana shu qismga anginaga qaramaymiz. Biz mana shu peredniy dushka, oldingi dushka, orqa dushka, tilcha, til, iklaga, jag'laga, tishlarga, keyin anginaga qarab diagnoz qo'yamiz. Xo'p, yuvishda nima bo'ladi? Yuvilganda mana shu qism yuviladi zo'r shifokor tomonidan. Endi bitta kasalliklarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana birinchisi faringit aytdimmi? Mana tomoq ko'rinib turibdi, mana tomoq, bu tilcha, bu oldingi orqa dushka va bu yerda angina juda ham kichkina. Mana bu qism, mana shu qism orqa qismi farinx deyiladi, ya'ni tomoq halqum. Buni mana og'rig'i, buni yallig'lanishi bu faringit deyiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda tomirlar ko'rinib turibdi. Bemorda ozgina qizargan joylari bor. Bu shu faringit deb ataladi. Ko'proq o'sha virusli kasalliklarda kelib chiqadi. Holatda tomoqni yuvganda foydasi yo'q. Bemor o'zi tomog'ini chayir, g'arg'ara qilib turadigan bo'lsa, kasallik o'tib ketadi. Ko'pchilik mana koronavirus holatida ham tomog'im og'riyapti, juda ham kuchli og'riq, yuvib qo'ying deb kelishadi. Ko'rsangiz tomoq shunaqa holatda bo'ladi, hech qanday yiring bo'lmaydi. Bu yerda sizda faringit yuvish shart emas desa, hayron bo'ladi. Nega kuchli og'riq beryapti-yu deydi. Ya'ni bu yerda mana ko'ryapsizlar, bu yerda qon tomirlar va nervlar bo'ladi. Virus asosan nervga ta'sir ko'rsatadi va kuchli og'riq keltirib chiqaradi. Bu holatda o'sha o'zi tomog'ini chayadigan antiseptiklar bilan chayib tursa, shimadiganlarni shimib tursa, bu sekin o'tib ketadi. Xo'p, keyingisi mana qarang. Mana bu holatda o'tkir kataral tanzilofaringit deyapti. Ya'ni bu yerda farinx qismidan tashqari mana anginalarda ko'rasizlar, oldingi dushkalarda, hattoki mana yumshoq tanglayda tilchada ham qizarish ketyapti. Bu o'tkir kataral tonzilofaringit deyiladi. Bu o'sha virus kasalliklarda, o'sha bakteriya infeksiyalarni endi boshlang'ich holatida kuzatiladi. Bu holatda antibiotik kerak emas. Bu holatda uni chayib turadigan bo'lsa va isitma tushiradigan dorilarni ko'p suyuqlikda ichib turadigan bo'lsa, holat sekin o'zi qaytadi. Yoki bo'lmasa kataral tanzilofaringit yiringli holatga ham o'tishi mumkin.
shuni esingizda qolishi uchun mana rasmlar bilan ko'rsatyapman. Ko'ryapsizlar, ishib ketgan bodomsimon bezlar, yutinganda og'riq bo'ladi, lekin yiring yo'q. Mana keyingisi o'sha boyagi o'tkir kataral tonzillofaringit bakteriya infeksiyalar qo'shilgan hisobiga o'tkir yiringli tonzillofaringit, ya'ni anginani follikulyar turi deyiladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bodomsimon bezlarda tochka bo'lib yiringlar bor. Bu ham qizarish bor, ham isitma bor. Shu yiringli tonzillofaringit angina follikulyar turi. Bunda infeksion bolnitsada infeksion kasallik hisoblanadi. Infeksionist shifokor tomonidan lecheniya qilib bolnitsada yotib qilinadi. Lekin ko'pchilik onalar bolasini bolnitsada yotqizgisi kelmaydi. Losh shifokorga olib borib shu yiringlarni yuldirib yuborsam bo'ldi, zo'r bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, bu yiringni yuvish mumkin, lekin yuvgan bilan organizm yaxshi bo'lib tuzalib qolmaydi. To'g'ri, tunish yaxshi bo'ladi, isitma tushishi mumkin vaqtinchaligi. Bu holatda o'sha xos bo'lgan antibiotiklar beriladi. Bu antibiotiklarni shifokor ko'rib sizlarga yozib beradi. O'zi qonuni bo'yicha bundan bakpasif olinadi, surtma oladi. Surtma laboratoriyada tekshiriladi va shunga qarab qaysi antibiotik berilsa shu antibiotik tanlanadi. Lekin ya'ni surtma olganingiz bir hafta davomida cho'zilib ketadi. Javobi kechroq chiqadi. Shuning uchun ko'pchilik umumiy ta'sir qiladigan antibiotiklarni beriladi. Keyingisi mana bu ham o'tkir yiringli angina, lekin lakunar turi. Bunda ko'ryapsizlar, bodomsimon bezlar juda ham kuchli yallig'lanishi bo'lgan va yiring boyagi tochka holatda bo'lsa, bu holatda bo'lsa qo'shilib ketgan ko'ryapsizlar. Bu ham bakterial infeksion kasallik yuqadi organizmga. Bu holatda o'sha bemorni alohidalash kerak, ya'ni idish tovog'ini alohida qilish kerak, qoshiqlarni alohida qilish kerak, maska taqish kerak. Bu angina turi, lakunar turi o'sha antibiotiklar bilan davolanadi. Losh shifokori hamda infeksionist, vrach shifokor infeksionist tomonidan davolanadi. To'g'ri, ko'ryapsizlar, bu ham tomoqda bu o'tkir zamburug'li angina. Bu yerda anginani keltirib chiqaruvchi, qo'zg'atuvchi bakteriya emas, zamburug', ya'ni gribok. Shunaqa qaraganingizda mana stomatitga o'xshab toshma bo'ladi. Hamda anglaydi, ko'ryapsizlar, dushkalarda bo'lyapti. Bu holatda antibiotik berganinglar bilan qilish bo'lmaydi. Qaytangi zamburug' gribok ko'payib, og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Bu yerda faqat tomoqda emas, og'izda ham toshmalar kuzatiladi. Kandidoz, buni o'sha zamburug'ga qarshi bo'lgan dorilar bilan lecheniya qilib davolash kerak. Shuning uchun tomoq og'riyapti, yuvdirib olsang yaxshi bo'lib ketadi degan narsa yoki bo'lmasa aholini orasida tarqalgan tomoq artuvchilik ko'payib ketgan, turli xil anaqalar bilan borib tomog'ini artib kelaman, yaxshi bo'ladi deydi. Yo'q, hozircha zamonaviy davrda bu narsa aytolmanu, infeksionist shifokori hamda losh shifokori, pediatr shifokor, ular hammasi birgalikda davolaydi. Keyingisi yarali nekrotik angina. Ko'ryapsizlar, boya anginani turlarini aytdik. Lakunar, kataral, endi yarali nekrotik angina turi. Bunda boyagi anginalar yaxshi davolanmaganligi sababli, o'tib ketganligi sababli nekrozga uchrayapti. Ko'ryapsizlar, sekin qora qo'tir bo'lib, o'sha anginaning ustida hosil bo'lgan. Bu juda ham kuchli og'riq beradi, o'sha bolalarda, kattalarda. Endi qaranglar o'rtoqlar, biz anginani o'zidan qo'rqmaymiz. Anginani o'zi qo'rqinchli emas. Anginani asorati yomon. Bu yerda keltirib chiqarayotgan mikrob qonga so'riladi. Qonga so'rilib, hayot uchun muhim bo'lgan a'zolar, yurak, buyrak, bo'g'inlarga borib o'tirib oladi. O'tirgandan keyin har xil revmatizm kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun angina bo'lgan paytda badan qaqshiydi, buyraklarda, belda, yurakda sanchiqlar, og'riqlar bo'lishi mumkin. Intoksikatsiya ketyapti organizmda. Revmatizm kelib chiqadi. Bu degani o'sha klapanlarda o'zgarishlar bo'ladi. O'zgarishlar pielonefritlar bo'ladi. Og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har doim angina bo'lyaptimi, shifokorga boringlar. Losh shifokor, infeksionist shifokor vaqtida davolash kerak, antibiotiklarni berish kerak, organizmni yuvish kerak. Shuning uchun iltimos qilardim, o'z voshinchalik bilan uyda saqlab o'tirmaydi. Mana
tomoq og'rishini virusli gerpetik angina. Hammasi ko'ryapsizlar, tomoq og'rig'i, tomoqdagi kasalliklar. Mana bu yerda dush ko'lida mana shunaqa qizarish, toshmalar bo'lyapti. Bu gerpes degan virus bor. Biz qonda, organizmda bo'ladi. Mana uchib chiqadi-yu, hammaga uchib chiqadi. O'sha uchib chiqadi, mana shu gerpesli angina turida ham uchib chiqadi, tomoqqa mana shunaqa toshmalar toshadi. Bunda antibiotik berganni foydasi yo'q. Chunki bolada bu o'sha virusli tur hisoblanadi. Buni gerpesga qarshi dorilar, tayyorlar bilan davolanadi. Organizmni dezintoksikatsiya qilinadi, ya'ni kapinitsalar bilan yuviladi. Tomoqlari o'zi chayadi g'arg'ara qilib. Bitta agar antibiotik beradigan bo'lsanglar, umuman foydasi yo'q. Chunki bu yerda bakteriya emas, bu yerda virus. Bitta kartinkani sizlar uchun ma'lumot bo'lsin deb ko'rsatib qo'yganmiz. Keyingisi mana aftozli stomatit. Og'rib, isitma beradi. Hech qanaqa angina yo'q, qizarish yo'q, lekin stomatit bor. Bu holat ko'pincha endi o'tgan bolalarda har xil narsalarni og'izga soladi. Qichigandan keyin kir bo'lgan o'choqlarni, kir bo'lgan qo'lini yoki boshqa narsalarni og'izga solgandan keyin og'izda mana shunaqa stomatitlar bo'ladi. Aftozli ko'ryapsizlar. Bir ikkita holatda bo'lyapti, hech qanaqa qizarish yo'q. Bu holatda antibiotik bersanglar battar ko'payib ketadi. Shuning uchun bunda ham o'sha mikrobga qarshi dorilar beriladi. Bolaning tomog'i har xil gellar bilan artiladi. Antiseptikalar bilan chayiladi. Shuning uchun iltimos qilardim, tomoq og'riganda ilaç antibiotik berishni yoki bo'lmasa prosta tomog'ini olib chiqib yudirishi o'rniga olib chiqib ko'rsatinglar. Bu nimaga tomoq og'riyapti, nimaga isitma chiqyapti va aniqlash kerak. Keyingisi mana infeksion mononukleoz. Infeksion mononukleoz bu o'sha Epstein-Barr keltirib chiqaradigan infeksiya hisoblanadi. Bu o'tkir kasallik hisoblanadi. Buni asosan vrach infeksionist davolaydi. Bunda limfa bezlarida shish bo'ladi. Tomog'ida mana shunaqa angina holati kuzatiladi, ko'rishingiz mumkin. Va so'lekdan, qondan analiz topshirganda bunda o'sha monotsitlar, turli xil atipik monotsitlar hosil bo'ladi va shunda infeksion mononukleoz shu infeksionist shifokor tomonidan davolanadi. Bunda antibiotik bergandan foyda yo'q. Antibiotik bergan bilan kasal yaxshi bo'lib qolmaydi. Tomog'ini yudirgan bilan ham yaxshi bo'lib qolmaydi. Har doim tomoq og'riganda pediatr, infeksionist, zo'r shifokori ko'rish kerak. Keyingisi difteriya, ko'rishingiz mumkin, iloj bo'lib turibdi. Bu ham infeksion kasallik, yuqadi, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin, lekin hozir difteriya O'zbekiston sharoitida uchramaydi. Yo'qotib yuborilgan kasalliklar turiga kiradi, lekin uchrasa bu o'sha pandemiya holatida uchrab, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Endi difteriyani farqi uni ko'chirgan paytda qoniydi. Buni infeksionist vrachlar, zo'r shifokorlar ko'rib, to'g'ri diagnoz qo'yib va to'g'ri nazorat qilib davolash kerak. Endi qaranglar, bir xil payt bo'ladi, yakshanba bo'ladi yoki bo'lmasa uzoqda joylashganda bo'ladi yoki bo'lmasa uy sharoitida shu shifokorga borguncha tomog'i og'riganda nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Shu ramashka eritmasi bilan chayish kerak yoki bo'lmasa ramashkani ichirish kerak. Hamda isitma tushiradigan yoki og'riq qoldiradigan vositalardan, ibuprofen yoki paracetamollardan o'sha bolani yoshiga mos, kilosiga mos holatda foydalanishingiz mumkin. Bu holat bo'lishi mumkin, bir kungacha cho'zilishi mumkin. Undan keyin albatta shifokor yoki bo'lmasa o'sha infeksionist vrach ko'rish kerak. O'zi sistema qanaqa O'zbekistonda? O'zbekiston sistemi, bola masalan shamollab qoldimi, sizlar haqqinglar bor, uyga poliklinikadan shifokor chaqirishga, agar ahvoli og'ir bo'lsa, vizit qilinadi yoki bo'lmasa tez yordam chaqirishga, tez yordam shifokori keladi, tomog'ini, burnini, hamma joylarini tekshiradi va sizlarga tavsiya beradi. Agar infeksion kasallik bo'ladigan bo'lsa, aytadi, bu holatda olib ketish kerak, infeksion bolnitsaga olib borish kerak deyiladi. Infeksion bolnitsaga olib boradi va u yerda infeksion vrach ko'radi. Infeksion vrach ko'rgandan keyin o'sha bolani 2 hafta 3 hafta 4 hafta 5 hafta 6 hafta 7 hafta 8 hafta 9 hafta 10 hafta 11 hafta 12 hafta 13 hafta 14 hafta 15 hafta 16 hafta 17 hafta 18 hafta 19 hafta 20 hafta 21 hafta 22 hafta 23 hafta 24 hafta 25 hafta 26 hafta 27 hafta 28 hafta 29 hafta 30 hafta 31 hafta 32 hafta 33 hafta 34 hafta 35 hafta 36 hafta 37 hafta 38 hafta 39 hafta 40 hafta 41 hafta 42 hafta 43 hafta 44 hafta 45 hafta 46 hafta 47 hafta 48 hafta 49 hafta 50 hafta 51 hafta 52 hafta 53 hafta 54 hafta 55 hafta 56 h
Agar bolani ahvoli yaxshiroq bo'lsa, agar kunduz kuni holatda bo'ladigan bo'lsa, masalan, shifokorga olib chiqasizlar, o'zinglarni uchastkovoy vrachinglar bo'ladi. Shu uchastkovoy vrachinglarga olib borib ko'rsatasizlar va u ko'rib, agar infeksion kasallik bo'ladigan bo'lsa, sizga yo'llanma beradi infeksionist shifokorga, yoki agar zo'r shifokor tomonidan bo'ladigan bo'lsa, poliklinikani o'zida zo'r shifokorga ko'rsatadi. Agar bir xil holatda poliklinikaga chiqish xohlamayman deydigan bo'lsanglar, частный, ya'ni xususiy klinikalarga chiqishinglar mumkin, lekin u yerda ham chiqib tomog'ini yuvib qo'ying, burnini yuvib qo'ying demanglar, iltimos. Chiqinglar, iloji boricha konsultatsiyasini olinglar va to'g'ri sizlarga tushuntirgan vrach shifokor tushuntirgan holatda va to'g'ri yo'nalish berganda shu narsani qilinglar. Eslatma, antibiotiklarni tomoq og'rig'ida zo'r shifokori yoki pediatr ko'rigidan so'ng bergan ma'qul. Sababi antibiotiklar virusga ta'sir qilmaydi. Hatto antibiotik ta'sirida boyagi ko'rsatilgan stomatit og'iz bo'g'ishlig'ida ko'payib ketib, bolaga zarar yetkazib, qiynab qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun iltimos qilardim, har doim tomoq og'riyaptimi, boyagi yuqorida ko'rsatgan kasalliklardan bittasi bo'lishi mumkin. Lekin har doim ham masalan faringit bo'lyaptimi, bolani zo'r shifokor yoki ko'rdi, 2-3 kundan keyin qayta ko'rikda yana ko'rish kerak. Nimaga? Bu holatda ba'zi bir bolalarda disbakterioz kuzatiladi bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa virusdan keyin og'izda infeksiya masalan normaldagi bakteriyalar patologik holatga o'tib bakterial anginani keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun har doim shifokor nazoratida bo'linglar, shifokorga ko'rininglar. Uy sharoitida agar tomog'ini ko'rganinglarda boyagi yuqorida keltirilgan kartinkalar bo'ladigan bo'lsa, o'zinglar предварительный, ya'ni qisman diagnoz qo'yishi imkoni bo'ladi, lekin hech qachon o'z boshimchalik bilan davolamanglar. Rahmat hammaga. Mana bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga manfaatli bo'ldi. Xudo xolasa, keyingi ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.